Sizda ortiqcha vazn bor. Biz sizga mana shuni tabiiy ko'rinishni tavsiya qilamiz. Qanday xavfli tomoni bor? Sizda qoningizda zaharli moddalar ko'payib ketadi. Ortiqcha vaznni yo'qotish juda ham qiyin muammo. Sizda holsizlik va kasalliklardan tuzalmaslik, jigarni yog' bosib qopti. Buni siz iste'mol qilganingizda endi ortiqcha vazn muammosidan juda ham samarador qutulasiz. Bugun jigarning yog' bosishi, ya'ni gepatoz haqida suhbatlashamiz. Hozirgi kunda xalqimizda orasida insonlarda jigarni yog' bosib qopti degan tushuncha paydo bo'ldi. Ya'ni o'zi tekshiruvlardan o'tganda jigar to'qimalarining oralig'ida yog' to'qimalari paydo bo'lganligi, jigarni 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi darajali jigarning yog' bosishi kuzatilganligi aniqlanadi. Jigarning yog' bosishining qanday xavfli tomoni bor? Birinchi o'rinda jigar hujayralarining oralariga yog' to'qimalari joylashganda yog' vakuolalar ko'rinishida jigar hujayralarining ichiga ham joylashadi. Jigar hujayralarining ichiga kirib olgan yog' bo'lakchalari endi ana shu katta xavf tug'diradi. Sizda ortiqcha vazn bor va mana shuni hisobiga tanangiz ortiqcha yog' to'playapti. Yog' zaxira sifatida jigarga ham to'planadi. Mana shu to'plangan yog' jigar hujayralari oralig'idan tashqari jigar hujayralarining ichiga kirganligi hisobiga inson hayoti uchun xavf tug'dira boshlaydi. Endi sog'lom jigar hujayralarining orasida uchrayotgan yog' to'qimalari jigarni nosog'lom hujayralarga aylanishga majburlaydi va jigar funksiyasi izdan chiqadi. Jigar qanday vazifalarni bajarardi? Birinchi o'rinda oqsil ishlab chiqaradi. Ya'ni bizda inson tanasidagi qurilish materiali bo'lgan oqsillarni ishlab chiqaradi. Mana shu oqsillar kamayib ketish hisobiga sizda holsizlik va kasalliklardan tuzalmaslik, ya'ni nobud bo'lgan o'lgan hujayralarning o'rniga sog'lom hujayralar qayta tiklanmaydi. Ikkinchi tomoni jigarning tozalovchilik funksiyasi, ya'ni jigar qondagi turli xil biz iste'mol qilgan ovqatlar, hujayralarimizdan moddalar almashinuvi hisobiga paydo bo'lgan zaharli moddalarni o'ziga qamrab olib, o't suyuqligi shaklida organizmdan chiqarib yuboradi ichaklar bilan. Endi mana shu jarayon izdan chiqqanligi uchun sizda qoningizda zaharli moddalar ko'payib ketadi va har xil turli kasalliklarga qarab yo'l ochiladi. Qon bosimi, asabiylik, ensefalopatiya, miyada qon aylanishining buzilishi, har xil tromblar kabi muammolarga yo'l ochiladi. Ortiqcha vaznni yo'qotish juda ham qiyin muammo, chunki ovqat iste'molini kamaytirsangiz ham tanada yog'lar parchalanishi to'xtab qoldi. Nega deganda, chunki organizmda katalizatorlar yetishmaydi. Ya'ni yog'larni parchalab energiya shakliga o'tkazib beradigan moddalar, qo'shimchalar yetishmaydi. Biz sizga mana shuni tabiiy ko'rinishni tavsiya qilamiz. Bu detoksioma balzami, ya'ni Detox Max ko'rinishda ishlab chiqarildi, ya'ni eng samarador ko'rinishda. Buni siz iste'mol qilganingizda endi jigar hujayralarining oralig'ida to'planib qolgan va jigar hujayralarining ichida to'planib qolgan, organizmdagi boshqa qon tomirlar ichida to'planib qolgan yog'lar energiya shakliga o'tishni boshlaydi, ya'ni triglitsidlar ko'rinishiga o'tishni boshlaydi va mana shu parchalangan yog' to'qimalari endi tanadan chiqib ketishni boshlaydi. Xo'p, samaradorligi qanchalik desa, iste'mol qilish muddati qanchalik uzayib borgan sari sizning tanangizdagi yog'lar miqdori ham shunchalik kamayib boradi va ortiqcha vazn muammosidan juda ham samarador qutulasiz. Bu vazn muammosidan qutulish uchun qisqa muddat hech qachon yetarli emas, chunki bu kasallikning to'planishi yoki paydo bo'lishi uchun ko'p vaqt sarflandi. Davosida ham ozgina muddatlar cho'ziladi. 3 oydan 6 oygacha davo kurslari tavsiya qilinadi. Mana shu muddatda siz juda ham katta sog'likni yutib olasiz tanangiz uchun.